Buningdan 34 yil burun, ya'ni 1990-yil 4-oyning 5-kuni Sharq Turkistonning Aqto'y noyisi Barin yezisida Uyg'urlarning norozilik va qarshilik harakatlari yuz berib qattiq bostirilgan edi. Barin inqilobi munosabati bilan har yili muhojiratdagi Uyg'urlar bu kunni xotirlab, Xitoyga qarshi norozilik namoyishi va har xil xotirlash faoliyatlarini o'tkazib kelmoqda. Bu yilmi Washingtondan İstanbulgacha, Stokgolmdan Olmutog'acha bo'lgan Uyg'ur jamoatchiligi turli faoliyatlar bilan bu kunni xotirladi. Uyg'ur tashkilotlar bayonotlarida Uyg'urlar Barin inqilobini butun dunyo miqyosida xotirlayotgan mushu kunda dunyo jamoatchiligi navbatda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga aslo sukut qilib turmasligi lozim deb xalqaro jamiyatni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sukut qilmaslikka chaqiriq qildi. Xitoy iqtisodi orqali Turk davlatlarini kontrol qilish mexanizmi shakllantirmoqda. Xitoy Turkiston rayonidagi davlatlarga iqtisodiy jihatdan davomli ta'sir ko'rsatib, mablag' selish to'ziqi qurdi. Qirg'iziston davlatlik statistika komitetining 9-apreldagi bayonotiga qaraganda, Xitoy Rossiyani orqada qoldirib, Qirg'izistonga bevosita mablag' sog'uvchi eng chong davlatga aylangan. Egilinishcha, Amerika, Yaponiya va Filippin rahbarlari Xitoyning kunsiri kuchayayotgan rayon ta'siri oldida Hind Tinch okeanining tinchligi va muqimligi uchun tunji qitimliq 3 taraf boshliqlar yig'ini o'tkazdi ekan. Xabar qilinishicha, Amerika prezidenti Joe Biden 10-aprel Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio bilan ikki taraflimlik uchrashish, 11-aprel Filippin prezidenti Ferdinand Marcos va Kishida bilan 3 taraflik uchrashish o'tkazdi. Biden sohibxonlik qilgan Washingtonda o'tkaziladigan boshliqlar yig'ini Amerika, Yaponiya va Filippin rahbarlarini bir yerga jam qilgan tunji 3 taraf yig'ini bo'ladi. Amerika Moliya ministri Janet Yellen 4 kunlik Xitoy ziyoratini oxirlashtirish oldida Rossiyani qo'llash davomlashsa, Xitoyga jazo yurgizadiganligini ogohlantirdi. Yellen Amerikaning ochiq-oshkora usul bilan aniq qoida tuzumlarni o'tirg'a qo'yib, davlat bexatarligi bilan iqtisodiy masalalarning siziqini aniq belgilaydiganligini hamda o'zining bu masalada kutilmagan ahvolga yo'liqishni xohlamaydiganligini, shundaqla ularning Xitoyning oshkora bo'lishini umid qiladiganligini bayon qildi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov va Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Beyjingda ko'rishgan. Egilinishcha, Wang so'zida Xitoy bilan Rossiya xalqaro munosabatning bir qancha davlatning monopol qilishiga qarshi turdi degan. Lavrov bo'lsa, Rossiya bilan Xitoy Amerikaning ta'siriga qarshi Yevropa va Osiyoda bexatarlik hamkorligini cho'nqurlashtirdi deb ta'kidlagan. Uyg'ur televiziyasi bo'lish sifatimiz bilan butkul islom dunyosining ro'ziyatini tabriklaymiz. Vaqtga qarshi Sharq Turkistondan G'azzigacha nurg'un kishilar zulm, rahimsizlik va irqiy qirg'inchilik ichida bu yetni kutyapti. Biz bu zulmga xotima berilishini, ro'ziyatning mazlum Uyg'urlar boshchiligida butun dunyoga umid bo'lishini tilaymiz.